أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد barliq hamdu sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugün biz yeni bir dersni başlamoqchimiz. O dersimizning mavzusi bo'lsa İslami hayat. Yani biz hayatda, turmuşimizda her günümüzde İslami hayat tarzida o'tkazadigan bo'lsak, bizning hayotimiz nihoyatimi chiroyli ve nihoyatimi güzel bir bo'lgan bo'ladi. Yani bizning her bir qilayotgan ishimiz Allah'ның buyrug'i ve Peygamber aleyhisselamның sünnetiga muvafiq bo'ladigan bo'lsa, o halda bizning ahiretimiz abad bo'lgan bo'ladi aziz qarindoshlar. Şu cümleden bugünden başlap yeni bir dersni başlamoqchiman. Mana bu dersimiz davomida bizning islomiy hayotimiz qandoq bo'ladi? Qandoq hayotda yashamog'imiz lozim? Qaysi hayotda yashasak biz Allah ve onun Resulü'nün emir farmonlariga muvafiq şekilde hayat geçirgen bo'lamiz. Ani şu holatda yeniden bir ders başlamoqchiman. Ani şu dersimizni Alloh taolo muvaffaq qilsin. Yani 365 günde günümüzni qandoq o'tkazishimiz lazım. Shuning uchun bu derslarning bugün birinchisi bo'lsa ixlos ve niyet. Yani amallarni başlashdan burun biz bu amelge ixlos qo'ymog'imiz lazım ve bu amelge niyetimizni durust qilmog'imiz lazım. İxlosimiz yaxshi bo'lmay, niyetimiz durust bo'lmaydigan bo'lsa, qilgan ishlarimiz sünnetga muvofiq bo'lmaganligi uchun aziz qarindoshlar büyük savoblardan mahrum bo'lib qolamiz. Shuning uchun ixlosni qanday qilishimiz kerak, niyetimizni qanday qilishimiz kerak. Shuning uchun birinchi ders, çünkü bizning her bir qilayotgan ishimiz niyetimizga bog'liq. Niyetimiz durust bo'lmaydigan bo'lsa, har qancha katta savobni qilib, olamni ma'lum qilib etgan taqdirda ham biz hech qanday savobga ega bo'lmaymiz. Niyetimiz durust bo'lib, chuyinchilik, pashichilik bir yaxshi ishni qilsak ham Alloh taolo bizga nihoyatimi ko'p savobni beradi. Shuning uchun hamma ishning beshi niyatdir. Shuning uchun bugungi darsimizni ham ixlos va niyatdan boshlamoqchiman aziz qarindoshlar. Qala Allohu taala Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Hayatı dünyani ve onun zibu zinetini közleydigan kişilerge ularning amallarning ajrini bu dunyoda to'liq beramiz dedi. Qandoq bir inson hayoti dunyoda savobni ham ko'zlab, oxirat bilan ishi bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo aytadi ekanki, o insonga dunyoda qanchalik yaxshi ish qilgan bo'lsa, mana shu dunyoning o'zida qilgan yaxshiligining savobini beramiz dedi. Va hum fiha la yubkhasun dedi. Dünyada ularning ajridan hech narsa kamaytilmaydi dedi. Qanchalik savob qilgan bo'lsa, savobini mana bu dunyoning o'zida ko'zlagan bo'lsa, biz uning savobini hech qanday kamaytmasdan mukammal to'liq qilib beramiz dedi Alloh taolo. Ulaikallazina laysa lahum fil ahirati illa an-nar dedi. Bunda kişilerge ahirette do'zaxdan başka narsa yok dedi. Çünkü o qilgan savobini hayati dünyada ko'zlaganligi uchun
Ahirette bu kişilerge hiç kandak savab verilmeydi. Ve habita ma sana'u fiha dedi. Ularning qilgan ishlari yo'qqa chiqariladi dedi. Ahirette yo'qqa chiqariladi. Ve batilun ma kanu ya'malun. Qilgan yaxshi amallari hisobga elinmaydi. Chunki o inson riya uchun, manmanlik qilish uchun, obro'y elish uchun savobning hayoti dunyoda savab ishlarni amalga oshirganlik uchun Alloh taolo o insonga oxiratda hech qanday savob bermaydi. Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi aziz qarindoshlar. Yana o hadisni hammanglar nihoyatim yaxshi bilasizlar. Innamal a'malu binniyat degan. Barliq amallar haqiqatan niyatga bog'liqdir. Shundaqla har qanday kishi o'zi niyat qilgan narsaga erishadi. Nimani niyat qilgan bo'lsa inson niyat qilgan narsaga erishadi aziz qarindoshlar. Kimki Alloh va uning payg'ambarining roziligi uchun hijrat qilgan bo'lsa, u hijratidan shuningga erishadi. Kimki bu dunyoda pul malga erishish yoki biror xotin elish uchun hijrat qilgan bo'lsa, uning hijrati niyat qilgan narsasi uchun bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun har qanday bir ishni qilishdan burun niyatimizni to'g'rilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Bu amalni ixlos bilan qilmag'imiz lozim. Agar bizningki niyatimiz niyetimizde ixlos bo'lmaydigan bo'lsa, samimiy Allohning roziligi uchun bo'lmaydigan bo'lsa, biz bu ishda hech qanday savobga erisha olmaymiz. Buningga payg'ambar alayhisolamning tövendeki hadisi delil bo'lalaydi. U hadisni Imam Muslim ve Tirmizi rivayet kılıngan bulup, u ham Abu Hurayra radhiyallahu anhu da rivayet kılıngan bulup, Peygamber aleyhisselam mundaq deydi aziz qarindoshlar. Kıyamet günü adamlar arasında en evvel hüküm kılınadigan kişilerinin birincisi şehit bolgan kişidir. Yani hayati dünyada şehit bolup ketken bir kişini kıyamet günü mahşergahta insanların huzuruga, Allah Teala'nın huzuruga elip gelinirken insanlar mana bu ahvalını küzetip durdu aziz qarindoshlar. O kişi elip gelinirdi de şehit. Ve Allah onunla öz nimetlerini esletidi. Yani benden ben seni hayatı dünyada yarattım ve senge mandak nazı nimetlerini verdim. Eslem sen şu neslen. Şu neslerini ten alam sen, tonum sen degende ularını ten aladı. Rabbim sen beni yarattın. Şundak nazı nimetlerini verdin. Ben onu ten alamen, esleymen dedim. Keyin Allah Teala ularning shukronasiga nima amal qilding deb so'raydi. Undaqda mana bu nozik ne'matlarimning shukronasi uchun nima amal qilding deb so'raydi. U banda bo'lsa, toki shahid bo'lgunga qadar sen uchun jang qildim deb javob beradi. Nozik ne'matlarni berding, buning shukronasi uchun men senga jinimni fido qildim ey Rabbim dedi. Shunda Alloh taolo yalgan sözledin. Çünkü sen adamlar seni cesur, kahraman desin deb uruş kıldın. Hakikaten şundak değildi. Yani hayatı dünyada palanca, Mehmet Akun, Samet Akun mandak kahramanlarca uruşkan edi. O şehit boldu. Dep insanların ağzıda mana bu narsa kaldı. Şu narsani kütken edin, hayatı dünyada hakikaten insanlar seni kahraman, cesur dedi. Keyin Allah Teala o insanga buyruk berildi ekan ki mana buni elanglar, dozaqqa tashlanglar deb buyruk berdi ekan. Farishtalar uni yuzini yerga so'ragan holda elib ketib dozaqqa tashlaydi ekan. Buning birdan bir sababi mana bu qilgan urushni Allohning roziligi uchun qilmay, kişiler meni kahraman desin, cesur desin deb urush qilganligi uchun, niyati xolis bo'lmaganligi uchun aziz qarindoshlar, hayoti dunyoda jinini pido qilgan bo'lsa-mu, oxiratda u hech qanday savobga erisha olmadi. Bu birinchi kishi. Ikkinchi kishi bo'lsa, ilm o'rgangan va uni o'rgatgan va Qur'on o'qigan kishi elib kelinadi dedim. Allah onunga o'zining ne'matlarini esletidi, u bende ularını ten aladı.
Keyin Allah bularning shukronasiga nima amal qilding deb so'raydi. Banda ilm o'rgandim va uni boshqalarga o'rgatdim va sen uchun Qur'on o'qidim deb javob berdi. Qanchilgan insonlar bor aziz qarindoshlar, hayoti dunyoda ilm o'qiydi, universitetlarni va boshqa joylarni tutgan bo'ladi, masalan, hujralarda, uylarda o'qigan bo'ladi, nihoyatda ilm, ammo ilm o'rganib bo'lgandan keyin o qarindoshlar boshqalarga ilmini o'rgatmaydi. Ya'ni ilmining zakitini bermagan bo'ldi bu aziz qarindoshlar. Mana bunda qarindoshlar bu darsimizdan ibrat olmoqi lozim. Qandaq bir insonda ilm bo'ladigan bo'lsa, o ilmini albatta boshqa insonlar bilan o'rtoqlashmasi lozim. Boshqa insonlarga o'rgatishi kerak. Aks taqdirda u inson Alloh taolo u insondan qattiq hisob kitob olishi mumkin. Sen uchun Qur'on o'qidim va boshqalarga ilm o'rgatdim degandan keyin Alloh taolo yolg'on so'zlading. Sen ilmni olimdisan deb o'rganding. Qur'onni bo'lsa qori deyishligi uchun o'qiding. Dar haqiqat shundoq deyildi. Ya'ni hayoti dunyoda haqiqatan seni olim dedi ve qori dedi. Shuning uchun bugun endi mening huzurimda sana berdigan mukofot yo'q deydigan de Alloh taolo buyruq berdi ekan, mana buni do'zaxga tashlanglar deb. Farishtalar uni yuzini yerga so'ragan holda elib ketib do'zaxga tashlaydi ekan. Shuning uchun har ishning beshi ixlos va niyatdan iborat. Mana bu ixlosimiz Allah uchun bo'lmaydigan bo'lsa, niyatimiz Allah uchun bo'lmaydigan bo'lsa, qilgan yaxshiliklarimizning savobiga, mukofotiga erisholmay qolamiz aziz qarindoshlar. Üçüncü şahıs bo'lsa, mahshargohga elib kelinadigan üçüncü şahıs bo'lsa, Allah uningga rizqini keng qilib bergan va boylikning har turidan uningga in'om qilib bergan kishi elib kelinadi. Ya'ni Allah hayoti dunyoda uningga nihoyatda ko'p mol mulk bergan. Allah uningga o'zining ne'matlarini tonitdi. U ularni tan oladi. Haqiqatan Rabbim sen menga hayoti dunyoda nihoyatda ko'p mol dunyo ato qilding. Men buni tan olaman deb tan oladi. Keyin Allah bularning shukronasiga sen nima amal qilding deb so'raydi. U bende aytadi ekanki, boy bende aytadi ekanki, sen yaxshi ko'rgan birmi yo'lni tashlamay, sen yaxshi ko'rgan birmi yo'lni tashlamay, hammasida sen uchun sarf qildim. Ya'ni barliq mol mulkimni sen rozi bo'ladigan yo'llarga sarf qildim dedi ekan. Shunda Alloh taolo yolg'on so'zlading. Chunki sen bu ishlarni sahiy desin, odamlar meni sahiy deyishligi uchun qilding. Dar haqiqat shundoq deyilding dedigan. Sahiy desin deb qilgan eding, haqiqatan hayoti dunyoda insonlar Ömer boyvachcha, palani boy, pistani boy deb haqiqatan shu nomni dedi. Sen bo'lsa shu nomga ega bo'lding. Shuning uchun mening huzurimda sana beradigan mukofot yo'q dediganda buyruq berdi ekan, buni do'zaxga tashlanglar deb. Farishtalar uni yuzini yerga so'ragan holda elib ketib do'zaxga tashlaydi ekan. Shuning uchun Alloh taolo barchamizni mana bu qilgan amallarimizni xolis Allohning roziligi uchun qiladigan bandalardan qilishni Alloh taolodan tilab qolamiz aziz qarindoshlar. Haqiqatan niyat amalning asosidir aziz qarindoshlar. Har qanday yaxshi amal uning ustiga barpo qilinadi. Odam alayhisalomdan tortib qiyomatgacha keladigan barliq kishilar so'z va amalda ixlos qilishga buyurilgan. Kim qilgan amalida ixlos qilsa najot topadi. Kim uni zoya qilsa halokatga uchraydi. Amalning qabul bo'lishi va yoki bo'lmasligi uningga mukofot yoki jazoning berilishi aşı qilgan amalda ixlosning mavjud yoki mavjud emasligi e'tibori bilan bo'ladi. Demak, bir amalning boshqa amaldan afzalligi uning katta yo kichikligiga qarab emas, balki shu amal sohibining qalbida saqlanadigan iymon ixlosining qanday darajada ekanligiga qarab belgilanadi. Undaqda amal suratdir, ixlos bo'lsa uning ruhidir. Şeyh Duvesh mundaq deydi. Agar amallarda ixlos qilmasang, o'zingni charchatib avara qilma. Ixlos daraxining yildizi mustahkamdir. Riya daraxining yildizi qo'mirilib tashlangandir.
Haqiqatan daraxtning yildizi mustahkam bo'lsa, uning tanasi qanchalik kesilib tashlanishidan qat'iy nazar o'sishda va rivojlanishda davom qilaveradi. Ammo uning yildizi qo'mirib tashlangan bo'lsa, uning qurib ketishidan boshqa chorasi yo'qdir. Alloh taolo hammamizni so'z va amalda ixlos qilishimizga muvaffaq qilsin. Bugungi darsdan ilinadigan foyda: birinchi, qilinayotgan amalning qabul bo'linishi uchun ikki shart tepilishi lozim. Birinchisi ixlos, ikkinchisi amalning sunnatga muvofiq bo'lishi. Sunnatga muvofiq bo'lmagan amalni qilsangiz, uningda hech qanday savobga erisha olmaymiz aziz qarindoshlar. Ikkinchi foyda bo'lsa, ixlos har qanday bir amalda buyuk ahamiyatga ega. Chunki ixlossiz amal egisiga musibat elib keladi. Bunda yuqoridagi hadisda bayon qilganimizdek. Üçüncü, amelning zohirining chiroyli bo'lishi uning qabul bo'lishiga kifoya qilmaydi. Xuddi amalda ixlos tepilib, sunnatga muvofiq bo'lmaganiga o'xshash. Demak, har bir amalda ixlos va sunnatga muvofiq bo'lishi shartdir. To'rtinchi foyda: har amal oldidan niyatni to'g'rilash va sunnatga muvofiq yoki muvofiq emasligini tekshirish lozim. Allah mana bu anlagan dersimizge amal qiladigan va ularni boshqa jon jigar qarindoshlarimizga yetkazadigan solih bandalardan qilishini chin qalbimizdan tilab qolamiz aziz qarindoshlar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.